Toshkentda liftda qamalib qolish necha pulga tushadi? Lift o'chib qoldi. Ha azizlar, 9 qavatli binoning 7-qavatida liftda qamalib qoldik. 2000 years later. Ikkinchi qoldirilgan raqamlarga telefon qilganimizda bittada ko'tarishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Va vaziyatni tushuntirdik. Svet o'chib qolganini, biz lift ichida qolib ketganimizni tushuntirdik. Manzilni tushuntirganimizda esa hozir boraman deb javob berdi akamiz. Endi qanchada keladi deb o'ylaysizlar? Telefonni o'chirganimizda soat 15:22 ni ko'rsatayotgan edi. Taxmin qilinglar, necha daqiqada keladi? Nafas qisadigan odamlarga qiynagan 4 million nafasni qisishga boshladi. Chunki lift 50 keldimi bu ichida? Ha azizlar, lift juda ham tor edi va havo yetishmay qolish boshladi. Lekin shu daqiqada kimdir orqadan eshik ochishga harakat qilayotganini sezdik va videoga olishni boshladim. Svet o'chib qolganda liftni ichkari tarafdan ochishimma iloji yo'q ekan, o'zligini qanaqadir kalitlar yordamida tashqaridan ochib yuborishar ekan. Ochib yuborishdi va biz chiqdik va nihoyat Shuni o'shda chiqdik. 10 minut degan ozod bo'ldi. Gap yo'q. Ha, o'chyoq. bitta qamalib qolish necha pulga tushdi deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Ha, necha pulga tushganini storiesda aytib o'taman.